Ma'lumotlarga qaraganda, Farg'ona viloyati Quvasoy shahridagi Huvaydo mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan mana bu manzilni obod qilish uchun tadbirkorga berilgan. Bu taxminan 6 yil avvalgi so'zlar. Biroq tadbirkor bu yerda muhim faoliyat ko'rsatishga ko'zi yetmaganligi sabab ortga chekingan. Shundan so'ng hokimlik tomonidan bu yerga turli manzarali daraxtlar ekilgan. Maqsad esa obod bo'lish uchun. Oldingi hokim keldi, o'shanda ya'ni archalar ekib, haykallar tushib, ancha vatan obod bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'nggi yangilik mana shu manzilga taalluqli. Unda aytiladiki, ekilgan daraxtlarning 270 tupi noqonuniy ko'chirilishi aniqlangan. Yana kattalarni ko'chirishdi. Mayda-chuyda patsatlar endi unchalik nima bo'lmagani uchun aqib berib oldi menimcha. 2025-yil 11-14 fevral kunlari Quvasoy shahar obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari bu daraxtlarni ko'chirish ishlarini boshlaganlar. Kimga topshirilgan asosan? Buni bilmayman, men o'sha ko'chirilib nimaga qabristonga kelganda, men o'sha yerda qaraganim uchun, o'shalarga javob berganim uchun o'shani olib borib ko'chirib ektirganmiz. Maxsus texnikalar bilan, u ko'mi bilan olingan, u ko'karishiga men o'zim aqlim yetadi. Shundan so'ng bu yerdagi fuqarolar tomonidan ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish Farg'ona viloyat boshqarmasiga murojaat yetib borgan. Shu Quvasoy shahrida yashovchi fuqarodan murojaat tushyapti. Texnika shofyorlaridan dastlabki tushuntirish xatlarini olinganmiz. Kim tomonidan bitta shu ishlarni qildirilayotgani boshqa. Ular tushuntirish xatida o'sha hokimiyatni shu qurilish bo'limida ishlovchi o'sha mutaxassis tomonidan mana shu yerga chaqirtirilib, mana shu ishlatayotganini aytib o'tishgan. Kuzatuvlarimizda shu ma'lum bo'ldiki, Huvaydo mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi manzarali daraxtlar shahardagi qabristonlarga olib borib ekilgan. Tarmoqlardagi ma'lumotlarga qaraganda, boshqa manzilga ko'chirilgan 270 tup daraxtlarning 16 tupi nobud bo'lgan. Bu hozirgi kunda bu daraxtlarning nobud bo'lib bo'lmaganligini biz aniqlik kirita olmaymiz. Sababi bahor mavsumi kelganda, kurtak ortishni boshlaganda shu daraxt nobud bo'lmaganligi yo bo'lganligi aniqlik kiritiladi. Xo'sh, bu manzildan daraxtlarni boshqa yerga ko'chirgan mas'ullar bu yerda nima ishlarni amalga oshirmoqchi edi? 45 sotikka 6 ta dom, 12,5 sotikka restoran, qolganiga o'sha ozlenение, ko'kalamzorlashtirish, stoyankalari ishlari bilan 90 sotka ajratilgan. Shu yerda yashovchilarning so'zlariga qaraganda, bu yer chiqindi bilan to'lib, ko'rimsiz manzilga aylanganda. Biz bahsdan oldin 1 2 3 4 oldin vatlarni biz o'zimiz ham nechta odamlarni bu yerdan qo'ylab chiqdik. Yaxshi joy bo'lmay qoldi oxiri. Changallar bo'lib, o'zi kech paytlari bir turmaydigan joy bo'lib ketdi. Qorong'i bo'lib, bir nimaga talab joyiga bermaydigan bo'lib ketdi. Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish Farg'ona viloyat boshqarmasi barcha ma'lumotlarni to'plab Respublika bosh prokuraturasiga taqdim etgan. Bosh prokuraturaga 27 fevral kuni o'sha vazirlik tomonidan to'plangan hujjatlar taqdim qilingan. Demak, daraxtlar ko'chirilgani rost, ammo ularning ayrimi nobud bo'lganmi yoki yo'q o'rganilgandan so'ng bosh prokuratura ma'lumot berilishi aytib o'tilgan. Qahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamoiy informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.